Hammaga alangali salomimni yetkazgan holatda bugun primo efir qo'mi. Xo'sh, oldingi mavzuda men o'tgan savol javoblarim, tushuntirib ketganlarim bo'lgan. Kimdir xatosini qilmayli, xatosini bilsanglar yerga tiqmayli deganman. Bugungisi qo'rquvlarimizni endi qaranglar. Bizani har doim bitta oilada katta bo'lganmiz. Bizni yoshlikdan taxminan bir 5-6 yoshdan qo'rquvlarni ozgina tiqib qo'yishgan. Bu bog'chada rivojlanadi, keyin maktabda shakllanadi. To'la to'kis institutda bo'ladi. Qo'rquv yoshlikdan qanaqa tiqib qo'yiladi. Palonchiga aytib beraman, qara. Quloqingni kesib tashlayman. Shu bilan o'zini bekitishni boshlaydi. Menda ham bo'lgan qo'rquv hammada bor narsa. Lekin ayrim holatlarda biz nimanidir boshlashdan oldin hisob-kitob qilib ko'ramiz, nimadir qilib ko'rish kerak, nimanidir to'g'ri anaqasini yoki pulini chiqarayotganimizda qo'rqib ketamiz-da, bu bo'larmikan, bo'lmasmikan degan narsa bo'lib qoladi. Ana o'shaning uchun iloji boricha ko'z yetadigan darajada harakat qilish kerak. Endi bolalikdan doğmanku. Bolalik paytda baribir tushuncha har xil bo'lib qoladi. Keyin bu narsa zararga ishlab qolishi mumkin. Bitta narsani xohish bilan hech narsasiz bajarayotgan bola o'zidan o'zi bajarishdan to'xtaydi. Bu katta bo'lganda ham ta'sirini ko'rsatadi. Menda ham bor, kamroq. Inson har doim nimanidir boshlayotdimi, imkon qadar qilib ko'rish kerak. Endi qo'rquvga keladigan bo'lsak, birinchi ongimizda bizani o'zimizni qo'rqitamiz. Qanaqa qilib? Mabodo o'xshamasachi, agar anu gapirsachi, nimadir bo'lsachi deb miyada qo'rqitiladi. Yetmaganiga keyin kimdir ko'rib qoladi, efir qilayotganlaringizni yoki nimanidir boshlayotganlaringizni. Qo'ysangchi, nima qilasan, nima keragi bor? Bo'ldi, shu bilan o'zi miyasi bilan urushib yuraveradi. Har doim hech kim, hech qachon nimadir bo'lmagunicha yordam bermaydi. Keyin qulay vaziyatda kutish kerak emas. Iloji bo'lsa, sekin harakat qilish kerak. Endi qaranglar. Sohamizda biz yaxshi natijalar qila olgan bo'lsak, bemalol yoritishga kuchimiz yetadi. Yorita olamiz ham. Bizni sohada nimani o'rgangan bo'lsak, o'shani berish kerak. Bizda ozgina qizg'anchilik bor. Kimdandir o'rganiladi, u o'rgangan narsasini iloji boricha bermaslikka harakat qiladi. Qizg'anchilik bor, hammada bor, menda ham bo'lgan. Ondan birini berib qo'yish kerak-da. U o'zi bilan o'zi o'ynab yurish kerak. Nimadir boshlashga hech qachon qo'rquvlarni sal chetroqga surib turib, kimdir gapirishidan qo'rqish kerak emas, nimadir qilishdan qo'rqish kerak emas. Sekinlik bilan harakat qilish kerak. Kimdir gapi hech qachon sizga foyda bermaydi. Vaholanki meni gapim ham foyda bermasligi mumkin. Ozgina bo'lsa ham hissam qo'shilsa, men bundan xursand bo'laman. Sohangizda nimanidir yorita olyapsizmi? Qo'lingizdan kelgancha yoritavering. Bu 2026-yilda sekin o'zini o'zi yoritib, o'zini kimligini tushuntirib bormasa, ko'pchilik tushunish qiyin bo'lib qoladi. Juda ham chiroyli o'tirib olib yoki juda ham bir chiroyli ishlarni ko'rsatib
keyin borganda umuman boshqa holat bo'layotganlarni ham ko'p guvohi bo'lib qolinyapti. Yaltirasa tilla bo'lib qolmaydi. Shuni ham yaxshilab tushuninglar. Endi qo'rquvni qo'limdan kelgancha tushuntirib berdim. Qo'rqmang, qo'lingizda nima imkoniyat bo'lsa o'shandan foydalaning. Soha egasiman men. 20 yillik tajribali bor. 20 yillik ichida qilingan xatolar bor. Takrorlangani ham, takrorlanmagani ham. Ana o'shaning uchun iloji boricha sekin-sekinlik bilan. Hozir men bitta o'zimman, menga hech kim yordam berayotgani yo'q. Men qanaqadir etapga chiqqanimcha o'zim harakat qilaman. Chunki qisqa videolarimda ham noldan ko'tarilishlarni hammasini men qisqa videolarda yoritib borganman. Endi qizg'anchilikka keladigan bo'lsak, keyingisida Xudo xolasa qizg'anchilikni men iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilaman. Nimanidir qizg'anamiz. Ko'p narsani, o'zi aslida ko'p narsani qizg'anamiz. Shirin muomalani, ozgina tabassumni, nimanidir bergisi kelmaydi. Soha egasi bo'lsa ham nimanidir bergisi kelmaydi. Chunki olib ketib qoladi, bo'ldi, nonimizni yarimta bo'lib qoladi. Beraverish kerak, berganga beradi. Hech qachon qizg'anchiq bo'lish kerak emas. Qo'rquvlarni ham ozgina bo'lsa ham chekintirish kerak. Kimnidir xatosi bilan yurish kerak emas aslida. Xatolaringizni to'g'rilang, qo'rquvlaringizdan ozgina voz kechib turing. Bir chekkaga surish kerak. Nimaiki qila olsangiz, o'shani qilish kerak, bajarish kerak. Xatolar bo'ladi. Ish bor joyda har doim xato bo'lgan. Endi keyingisida Xudo xolasa men ozgina qizg'anchilik haqida gapirib, tushuntirib berib o'tib ketaman. Keyin yana mavzular bo'laveradi. Men soha egasiman. Sartaroshman. Oldingi zamondagi sartarosh. O'rta asrdagi sartarosh stilist. Hozirgi paytda juda ham bir rivojlanayotgan paytda barber. Men psixolog emasman. Ko'pchilik shunaqa tushunib qo'ydi. Men soha egasiman, tajribalarim bilan bo'lishib boryapman. Kimgadir naf desa men xursand bo'laman. Yana bir narsani aytaman. Kimgadir bormoqchi bo'lsangiz, surishtirib, bilib, borib, ko'rib, gaplashishdan qo'rqmang. U sizni yeb qo'ymaydi. Bemalol fikringizni bayon qilib, o'rganmoqchiligingizni aytib, keyin yana bitta narsani aytaman, bu keyingi mavzular bo'ladi. Kimdir sizni tez daromadga olib chiqib qo'yaman desa, ishonmang. Balki doktorlar soha egalariga tegishli ayniqsa, bir pasda hech qachon daromadga chiqib ketilmaydi. Baribir 3 oy, 5 oy, 1 yil vaqt ketadi daromadga chiqish uchun. Mana bu qisqa videolar qilgan. Bir kunda bitta odam kirsa ham 1 oyda 30 ta, 1 yilda 365 kun bo'lsa, 300 ta 65 kuni damlarga chiqib ketishi mumkin. Bu haqida ham qisqa videolar qilganman. Pastlarni bemalol qisqa videolarni ko'rib, keyin bu videolarni ko'rsangiz, ozgina bo'lsa ham sizga natija beradi. Keyin yana bitta narsani aytib o'taman. Uni ko'rasiz, buni ko'rasiz, u bo'ladi, bu bo'ladi, solishtirishlar bo'ladi, o'zingiz yeb tugatasiz. Shun bilan yana tormoz boshlanadi, kimdir oyoqdan tortadi, ko'rinmaydi oyoqdan tortayotgani. Yana hech kim bilmaydigan qo'rquvlarni girdobiga kirib ketiladi. Mavzu tushunarli bo'ldi. Men keyingi videolarimda iloji boricha qizg'anchiqlik haqida tushuntirib beraman. Nimaga men sartaroshlikni hamma biladi, hamma zo'r sartarosh, bunga shubha yo'q. Ikkinchi etapga kelganda ko'pchilik ikkilanib qoladi. Topib puliga ham qoniqmayotganlar borda. Juda ham ma'lumotli ko'pligiga, aldam-qaldam ko'pligiga ko'pchilik aldanib qolib, ishini ham yig'ishtirib qo'yayotganlar bor. Efir mazmunan tushuntira oldim. Men qo'limdan kelgancha tushuntirib berdim. Xudo xolasa keyingi videolarimda
bundan ham chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Iloji hozirgi paytda iloji boricha tushuntirib aytib ketaman. Bu oliyjanobli bo'lish kerak. Ozgina yaxshi gapirish kerak. Mamitni ozgina tozaroq ushlash kerak. Ozgina. Samimiylik hech qachon bizani tark etmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Salomat bo'lasizlar.